легко избавиться от лишнего веса и восстановить гормональный баланс. Инсулинорезистентность – частая причина набора веса. Клетки становятся чувствительными к инсулину, уровень сахара в крови повышается, и организм начинает накапливать жир. Решение есть. Меинозитол. Меинозитол улучшает чувствительность клеток к инсулину, снижая уровень сахара. Omega 3 haqida har xil tasdiqlanmagan ma'lumotlar kezib yuradi internet olamida. Omega 3 ni yozda iste'mol qilsa bo'ladimi? Omega 3 ni kesda miyomasi bor ayollar ichsa bo'ladimi? degan savollar ko'p. Albatta, omega 3 yozmi, qishmi farqi yo'q, doimiy iste'mol qiladigan, inson tanasi doimiy muhtoj bo'ladigan mahsulot hisoblanadi. Как я с нуля за полгода вышла на доход 55 тысяч сомов и победила свое первое путешествие. Я вернулась домой из форума с Алматы, заключила контракт с компанией и начала рассказывать всем результат дочери и возможности компании и про шикарный продукт. И я просто делилась результатом. Eng toza va sifatli omega 3 Siberian Wellness'da omega ultra kattalar uchun xuddi shunday xotira, miya faoliyati, yurak-qon tomir tizimi faoliyati, qolaversa immunitet va yallig'lanishlarga qarshi juda zo'r yordam beradi. Batafsil ma'lumot profildagi silka orqali. Gruppamga kirsangiz, haqiqiy Dunyo dardlarim olib, ona keldim yana yoningga. Ba'zan bilmay qovog'im solib, tekkandirman balki joningga. Tunlar bilan tenkiradi g'am. Bu gal Kollagen. Kollagen yoki chistka. Chistka ham zo'r narsa, yuzni tozalab beradi, lekin kollagen. Kollagen yoki mezoterapiya. Kollagen. Kollagen yoki karboksiterapiya. Karboksiterapiya ham juda ham zo'r narsa, ugrilik yuzlarga juda ham yaxshi foyda beradi, lekin kollagen tanlayman. Kollagen yoki karbonli piling. Asosiy turlari 3 ta. Birinchisi bu hayvon kollageni. U arzon va bitta yo'nalishda ishlaydi, ko'proq bo'g'inlarga. Lekin biz terimiz ham go'zalligini bo'lishini xohlaymiz-ku. Ikkinchi turi bu o'simlik kollageni. U juda ham qimmat va aslida yetarlicha o'rganilmagan kollagen. Uchinchisi Assalomu alaykum. Xonastar hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, muallimlar, aytingizlar muborak bo'lsin. Xudoy taolo barozini umringizga beraka bersin. Bu dunyo oxiratda Xudoy taolo barozdan rozi bo'lgan bo'lsin. Baldarizning voyin bu dunyo oxiratda ko'rini nasib qilsin. Bugun ayt baroz yaxshi ma'noda tug'anlarni qutlab, qo'shnilarni qutlab,